Hammaga salom alaykum. Sizlarga saynomizda bugungi videoni soati vaqtida 100 safar bo'ladi. Like va sonini qo'yganimizda boshladik. Arslan haqiqiy ismi Hasan, familiyasi Mansurov, yoniq qishlog'ining ismi esa Husan, uning ham familiyasi Mansurov. Arslan kanalda 15-iyun 2022-yil ochgan. Uning ikkinchi kanali ham bor, u BDV. U kanalda 2000 dan ko'p obunachisi bor. Arslan Telegram kanali ham bor. Telegram kanalda 26 mingdan ko'p obunachisi bor. Arslan o'zini serverini ochgan. Keyin Arslan ko'proq Telegram kanalda aktiv bo'ladi. Obunachilar, sizlarga banner, avatarga prevyular kerakmi? Unda Polo desagan kanalga murojaat maslahat beraman. Ertajob desanglar zakaz qilsanglar bo'ladi, ham tezkor. Ana qaytdi. Arslan BDV kanalda 3 kishi bo'lib video oladi. Shoh Hasan, Husan. Shoh Hasanning do'sti. Arslan 2007-yil 17 yoshda. BDV kanal 2022-yil ochgan, sanasini bilmayman. Video yoqmasa like va sonini qo'yinglar. Hammaga xayr. Sizlar bilan sen bo'ldi.